Hurmatli obunachilar, tezda ulgurib qolinglar. Bunaqa uy topishni o'zi oson emas. Gaz, suv svetidan umuman muammosi yo'q. Pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishlari mumkin. Bu kvartiraning elektrikasi bo'yicha ma'lumot beraman. Hammasini отдельно tortib borishga. Kirish joyimiz 10 qo'lda detskiy spalni. Mana xaritaga men 5 ketdim. Radiator, isitish tizimlari zo'r. Barcha mebel jihozlari qolarkan, garderob, sразу umumiy sanuzilga o'tamiz. To'g'rida germanskiy kotyol, stralniy mashina, vanna, ariston, rakvina, hojat и bada ham bor ekan. Bu yerdan chiqamiz chap qo'lda. Birinchi xonamiz, aboylarni qimmatdan olib kelib yopishtirib qo'yibdi. Mana barcha ko'rayotgan mebellaringiz qoladi. Bu yerdan chiqamiz, sразу chap qo'lda ikkinchi xona, ya'ni mehmonxonani ham udar qilib qo'yishibdi. Televizor, Wi-Fi, konditsioner bor mana kamiga, yana xolodilnik. Bu tomonimiz kuxnya. Kuxnyada ham mebeli, konforasi, vitishkasi, idishda yuvgani, unvanligi bor. Sразу bu xonani narxiga o'taman. $32,000, ya'ni urushib talashib oladigan xonasi bor. Kvartiramizga kirib yashab bersangiz bo'ldi. Hamma yo'g'i tayyor, dokumentlardan muammosi yo'q. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, bu joyimiz Rishton, Chermushka, Dahbet, Mafaya 114-domimizda, mana birinchi etajda, mana kladovkasi ko'chada ham bor. Ulgurib qolinglar, bunaqa uylar har doim ham duch kelmaydi. Tem bo'li yo'ldi bo'yida, birinchi etajiga ham rosa qulay.